qanday qochardik. Darsdan qochib 5 ga 5 kontir. Sog'inarman o'sha yoshlikni, qilgan maktabdagi beboshlikni. Qizlarni sochidan tortib qochardik, orqaga qaramay chopardik. Maktabni sog'inib qolarman, yoshlikni eslab borarman. Hozir abedda uyg'onarman, qaniydi qaytsa bu damlar. Ke bugun gaplashamiz maktab chog'lardan. Darsdan qochardik, hech kim usholmagan. O'sha o'rtog'im tepadan tusholmagan. Bir xil bahonaga ustoz ishonmagan. Uyga vazifa bu sinfdagi vazifa, esdan chiqmaydi atlasdagi xarita. Kontir karta yana bir narsalar. Darsdan keyin o'rtadagi masala. Sinfda lochilar ko'p bo'lardi, o'sha lochilar chiroyli qizlar bo'lardi. Esla ular maktabda o'zgacha yurardi. Bola hammasi birga qotib ko'rardi. Darsdan qochib 5 ga 5 kontir yutqizganimizni hechdan olmasdik. Uyga kech borib uydagilar so'raganda darsdan keyin ushlab qolishdi deb aytardik. Sog'inarman o'sha yoshlikni, qilgan maktabdagi beboshlikni. Qizlarni sochidan tortib qochardik, orqaga qaramay chopardik. Maktabni sog'inib qolarman, yoshlikni eslab borarman. Hozir abedda uyg'onarman. Sog'inarman o'sha yoshlikni, qilgan maktabdagi beboshlikni. Qizlarni sochidan tortib qochardik, orqaga qaramay chopardik. Maktabni sog'inib qolarman, yoshlikni eslab borarman. Hozir abedda uyg'onarman, qaniydi qaytsa bu damlar. Esla darsdan qanday qochardik, papkalar derazadan uchardi. Kim qo'ng'iroqni chalib qochardi, ulgurmagan uchun ular uch olardi. Eng zo'r dars bu jismoniy tarbiya, kirmay futbol yana keyingi fanga ham urishib quvib chiqardilar. Sinf rahbari mo'ti varag'i qolgan 12 tali daftarni partaga yozardik. Instantliklarni qizlarga qilardik, hamma erkaklarni birga o'qirdi. Rahbarimiz ham qizlari muammo bo'lsa olib chiqardi bizlarni. Bitta shkolatga alishgan konspektlar mangacha kelib tugagan anketa. 7-savol qiziq, hammaga nima yozgan, sizni teshigini bilsanglar men buzgan. Sog'inarman o'sha yoshlikni, qilgan maktabdagi beboshlikni. Qizlarni sochidan tortib qochardik, orqaga qaramay chopardik. Maktabni sog'inib qolarman, yoshlikni eslab borarman. Hozir abedda uyg'onarman, qaniydi qaytsa bu damlar.